Allah'ın El-Gafur degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvendi dehtanlağa Ustad Abduveli Qari Rahimahullah'ın Kur'an ve sünnet nuru aslida Allah Subhanahu ve Teala'nın güzel isim sifatlarının ki kısqış tafsiri dersliklerden Allah'ın El-Gafur degan ism sifatları haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. Ba'd a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın El-Gafur degan ism sifatları haqidagi tafsirlar. Allah'ın bu ism sifatları Kur'an'da 91 yerda tilga ilingan. Sure Hicr 49. ayetida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. Tercümesi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, mening mu'min bandalarimga xabar qilgin ki, men eng mag'firat qilg'uchiman, eng rahim qilg'uchiman. Al-G'afur bo'lsa Al-G'affar sifatidan bakrak mubolag'a ma'nosini bildirdi. Al-G'affar bandalarning gunohlarini orqa tekrar kechiradigan bo'lsa, Al-G'afur bandalarning gunohlarini orqa tekrar kechirgandan boshqa kamil ve umumi keçirdiğin zat deganlik bo'ladi. Onun günahlarını mağfiret qilish ma'nisiga tamamilik ve umumilik mağfiret qilish qo'shilib ma'ni berdi. Bu sifatdan aladigan xulosa bo'lsa, Al-G'affar sifatida so'zlaganimizdek, bandalar özlerinin içindeki zayıf bo'lgan kishilarning birer xatolik sodir qilganda uni afu qilish kerak. Qur'on va hadislarda Allohning bu ism sifatlariga aloqador tuvandagi mazmunlar tilga ilingan. Sura Najm 32. oyatida الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Tercümesi: Ula çoğun günahlardan ve kabih işlerden yirak boludu. Kiçik günahlar bunun müstesna. Hakikaten Rabbinin mağfireti kengdir. Allah sizlarni ziminden yaratgan çağdaki vaqtinglardan tatip, ananglarning qo'rsaqlaridagi bala vaqtinglardan tatip obdan bilidi. Shuning uchun sizlar o'zinglarni pok hisoblamanglar. Allah taqvodor bo'lgan odamni obdan bilidi. Sure Zumar 53. ayetida قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Tercümesi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, mening tilimdan aytqin ki, günahlarını qilaverib özleriga jinoyat qilgan bandalarim, Allah'ın rahmetidan ümidsizlanmanglar. Allah hakikaten xoligan odamning jami gunohlarini mag'firat qiladi. Shubhisizki Allah eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir. Sura Toha 82. ayetida وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Tercümesi: Tavba qilgan,
iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, ondan to'g'ri yo'lda mangan odamni men albatta nihoyatda mag'firat qilg'uchiman. Lekin kimiki o'ziga zulm qilsa, ondan yomon amallarini yaxshi amalga o'zgartsa, men uningga eng mag'firat qilg'uchidurman, eng mehribondurman. Sura Munafiqun 6-oyatida سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. tercümesi ularga meyli mağfiret talep qilgin, meyli mağfiret talep qilmagan baribir o'xshash. Allah ularga hargiz mağfiret qilmaydi. Şübhisizki fasık kavmni Allah hidayet qilmaydi. Sura Nisa 48-oyatida إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. tercümesi Allah hakikaten Allah'a şerik keltirish günahini mağfiret qilmaydi. Xalqan adamning uningdan boshqa gunohini mağfiret qiladi. Kimiki Allah'a şerik keltirdikan, cho'ng gunoh qilgan bo'ladi. Alhamdulillah. Yuqorida ustoz Abduvali Qori rahimahullohning Qur'on va sunnat nuri ostida Allah subhanahu va taolaning go'zal ism sifatlarining qisqacha tafsirlari darsligidan Allah'ның Al-G'afur sifatining tafsirini angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.